Привет, hammaga salom. Ishdan chiqib ketyapman aka, boshlarim og'rib ketyapti. Bugun judayam intensivniy kun bo'ldi. Kimda nima gap? Turimiz svetoforda, to'g'rimi? Qachon yuradi? Yuringlar odamlar. Bo'ladimi, sizlarda ham charchab ketasizlar? Hozir borib bekinmasam debdi xonaga. Hech kim bezovta qilmasa. Просто yotsam. Kimda bo'ladi shunaqa sostoyaniyalar? Angliyada soat 6, issiq gradus, 24 gradus. Keyingi hafta ham issiq bo'lar ekan, 30 gradus sizlardan oshar ekan, nechadir ham bo'lar ekan, ish qilib. Kim pul o'ylab chiqqan? Nega pul kerak bizga? Baxtli hayot yashash uchun pul kerak. Pul topish uchun eshakdek ishlash kerak. Pul. Odamning dardi fikri pul bo'lgan hozir. Nega? Puli ketidan shuncha odam. Nega pul shunaqa важный? Aytadi-yu. Pul bilan hamma narsa sotib ololmaysan, lekin Ferrari'ni ichida yig'lash yoqimliroq deydi-yu. Odamlar pul quli. Pul quli. Bir parcha qog'oz pul quli. Shu pul o'rniga barter bo'lganda sistemasi. Mana masalan, men sen borib tomingni to'zatib beraman, sen menga ovqat berasan. Qaniydi? Или men seni ko'changni supurib beraman, sen menga uy vazifamni qilib berasan, или bilmayman, uyimni to'lab berasan счетini. Qanchaga to'xtaylar pul bo'ladi, yana to'lab berasan. Bo'lmaydi bunaqa sistema. O'rmonga qochish kerak. Ana g'or odamlar bo'ladi-yu, o'zi ovga chiqib, o'zi ovqat qilib, o'zi narsalar o'stirib kim qo'shiladi? Sog' bo'linglar.